Xitoy Xalq Respublikasi, O'zbekiston, Qirg'iziston respublikalari o'rtasidagi qo'shma demak hamkorlik asosida Osiyoda moddiy madaniy yodgorliklarni muhofaza qilish va Buyuk Ipak yo'lida sug'd moddiy madaniyatni tadqiq qilish loyihasi asosida Xitoy Xalq Respublikasining Pekin, Zhengzhou, Layan, Guangzhou kabi shaharlarga tashrif buyurdik. Mana shu tashrifimiz chog'ida biz o'nlab muzeylar va shu bilan birga yirik arxeologik laboratoriyalar bilan tanishish chog'ida biz nazariy va amaliy bilim ko'nikmalariga ega bo'ldik. Albatta biz olgan tajribalarimiz, ko'rgan demak amaliyotimiz bizga juda ham katta birinchidan bilimlar berdi va shu bilan birga taassurotlar uyg'otdi. Xitoyga uyushtirilgan ilmiy amaliy safar davomida biz Pekin shahrida joylashgan Gugon muzeyiga tashrif buyurdik. Bizni eng hayratga solgan muzeylardan biri bo'ldi bu muzey. Bu muzey Xitoyda hamda jahonda eng mashhur bo'lgan eng yirik va katta muzeylardan biri hisoblanadi. 600 yildan ziyodroq tarixga ega bo'lgan muzey hisoblanadi hamda murakkab me'moriy majmua. Bu majmuada Min sulolasiga tegishli bo'lgan ekspozitsiyalar o'rin olgan. U yerdagi ekspozitsiyalarda oltindan yasalgan, olmosdan yasalgan, nefrit toshlaridan hamda noyob toshlardan yasalgan bir qancha ekspozitsiyalar bilan tanishdik. O'zbekiston Tarixiy davlat muzeyi jamoamiz, Qirg'iziston milliy muzeyi hamda Qaynan arxeologiya va madaniy yodgorliklar markazida ishlovchi xitoylik hamkasblar bilan birgalikda ushbu ilmiy safarni amalga oshirdik. Bu o'quv dasturimiz davomida boshqa davlatdagi hamkasblar bilan birgalikda o'zaro tajriba almashdik va shuningdek muzeyshunoslik hamda restavratsiya sohalarida yanada yangi bilimlarimizni oshirdik. Biz Xitoy Xalq Respublikasiga qilgan 15 kunlik ilmiy safarimiz davomida Xitoyning arxeolog va restavrator olimlarini turli mavzularga oid ma'ruzalarini tingladik. Ma'ruzalar davomida biz o'zimizga madaniy yodgorliklarni qayta tiklash, saqlash borasida yangi bilim va ko'nikmalarga ega bo'ldik. Xususan, qadimiy yodgorliklarni tiklash borasida yangi texnika va texnologiyalardan foydalangan holda ularni qayta tiklash va saqlash borasidagi yangi bilimlarga ega bo'ldik. Mani lol qoldirgan narsa shu bo'ldiki, hozirgi kunda Xitoy restavratsiya sohasida umuman yangi darajaga chiqib ulgurgan ekan. Chunki restavrator sifatida shuni bilamizki, deylik 2 yoki 3 qismga bo'linib ketgan ko'zani qayta tiklash, qayta restavratsiya qilish katta mahorat talab qiladi. Lekin biz Xitoyda u yerdagi restavratorlarni yangi texnologiyalar yordamida kerak bo'lsa yuzlab mayda kichik bo'laklarga bo'linib ketgan ko'zalarni san'at darajasida asl holiga tiklashyaptiki, bu restavratsiyaning dunyo miqyosidagi yangi bosqichi deb bemalol aytsak bo'ladi. Konservatsiya masalasida, masalan, qadimgi shahar yodgorliklar bu 3000 yillik, 4000 yillik shahar yodgorliklarini konservatsiya qilinganligini va atrofi kichik bo'lsa ham bog'ga aylantirilganligini va shu bilan birga o'sha konservatsiya qilingan binoga kirgan chog'ingizda qadimiy shahar yodgorlikni ko'rish bilan birga bu yerda o'sha shaharni tarixini yoritib beruvchi ko'plab moddiy ashyolar va shu bilan birga zamonaviy kompyuter grafikasida tayyorlangan video lavhalarni ko'rishga muvaffaq bo'ldik. Albatta bu tajribani ham O'zbekiston ko'plab shaharlarda qo'llash mumkin. Deylik Shoshtepa yoki Yunusobod kabi shahar yodgorliklarini mana shunday konservatsiya qilish asosida biz kelajak avlodga tariximizni ko'rsatib berishga, yana ham mazmunli ko'rsatib berishga muvaffaq bo'lardik. Albatta biz tashrifimiz chog'ida juda ham ko'plab mazmunli bilim va ko'nikmalarga ega bo'ldikki, kelgusi faoliyatimizda reja qildikki, mana shu jarayonni bizni respublikamizda ham ko'proq tatbiq qilishga va muzeylarni jamiyat hayotiga yanada chuqurroq kirib borishiga xizmat qiladi deb xulosa qildik.